bilsamdan o'zi unchalik uzoq bo'lmagan joy. Lekin o'zi shunaqa chegala joylar ekan, juda ham. Bir ko'rinishi anaqa ichida to'la mashina. O, juda. Mana shunaqa joylarning ichida ham gостиница bor ekan. O'shan turistlar juda ko'p. Asosiy o'zini aholisi, lekin turistlar ham juda ko'p. Pavitra mandalo manami? Shu joylarda ham odamlar yashaydi. Havo umuman yo'q. Ham bo'ladi kanalizatsiya degan narsa, shuni ko'chaga chiqarib qo'yishadi. Bu ko'chani o'zida. Hozir bu ko'chalarning ichidan shaklli masalan mana gостиница. Nasıl ko'ramiz endi qattiq olib chiqamiz. Hamma ko'chada narsalar sotishar ekan. Ko'chalarning ichida umuman nafas olmaydi. Ko'chalarda o'rganib qolgan shuncha yildan beri yashab, lekin bizga juda qiyin. Hamma joy to'la riksha, odam, har qadamingizda gостиницаlar, har qadamda gостиница. Endi bu ichki ko'chalari ham emas. Qaysi ko'chasiga kirsangiz, приблизительно shunaqa ahvol. Hozir уже sal kech bo'lib qoldi. Soat kechki 5 ga yaqin. Bugun kuni bilan aylangan bo'lsam, hali bitta dona ham bir bo'ldi. Toza pokiza turgan meva sotilayotgan joy yoki bo'lmasa pokiza turgan joy ko'rgan. Juda iflos shahar ekan. Mana ko'chalar katta ko'chaga bog'langan, kichkina ko'chalar. Bunaqa ko'chalarga mashina kirishi ham menimcha juda qiyin. Lekin shunda ham to'la u yoqdan bu yoqqa bunaqa motorlar, rikshalar. Bu endi Delhining ko'chalari. Mana yana bitta gостиница. Shakar qamchidan
Bilasizlarmi, ko'pchilik aytishadi, mana ruslarda ruslar aytishadi. Bu все на одно лицо deydi. Shuni tushunmaymiz, qanaqa vajda topmasligi mumkin. Biz hamma har xil ko'rdik. Lekin men bu yerda shu gapni ma'nosini tushunyapman. Haqiqatan все на одно лицо. Ya'ni hamma bir-biriga juda o'xshaydi. Delini bunaqa ko'chalarda yurib, o'zim vatanimda, jonajon Toshkentimda yashagan har bitta soniyamni qadrlayman. Prям har bitta soniyamni. Probkada, boshqada noligan paytlarim esimga tushib, hali bir kun bo'lmadi. Bu yerda turgash, bu yerga kelganimga bir kun bo'lgani yo'q. Lekin shuni o'zida shunaqa bilinyapti. Havasi ham, yana eng issiq paytlari ham bu shukr qilishimiz kerak ekan. Bunaqa nam havo emas-da bizda. Bizda baribir issiq bo'lsa ham quruq issiq. Yomg'ir yog'sa ham yomg'irdan keyin baribir приятный havo bo'lib qoladi ancha. Bu yerda yomg'irdan keyin ham umuman nafas ololmaydi. Chunki hamma joy застройный, hamma joy axlat. Lekin shunga qaramay odamlar bittasi ham bir-birini o'xshatganini ko'rmayapman. Hammasi bir-biri bilan yaxshi munosabatda, hamma o'zining ishini qilib yurishibdi. Hech kimga xalaq bermasdan, bir-biri bilan urushmasdan bir ko'chada jahl qotgan odamlarni ko'rmaysiz. Hozir endi qotgan ishim bitta shunaqaki, işte ko'chaga chiqib ketaman. Kuchim yetguncha yuribman, yo'dan yo'ga yuribman deb. Bitta joyga yetib, sal ochiqroq, sal mundoqroq joyga chiqib, o'sha yerdan Uber ham riksha ekan, rikshasi ham bor. Uber riksha chaqirib qaytib ketaman gastinitsiyaga. Hozir endi maqsadim chiqib hech bo'lmaganda bir sal mazali bo'lgan bir mevalarni topib, mevachi olib kirib, hech bo'lmasa o'zimizda bor bizga yaqin ta'mli qanaqadir ovqatni olib gastinitsiyaga olib kelib qo'yish. Chunki ertaga kuni bo'yi Xudo xolasa anaqada bo'laman. Turda bo'laman. Bir 13 ta joyiga borar ekanman. Bunaqa shans bo'lmaydi hozirgidek aylanib o'zim bilan o'zim oddiy ko'chalarda yurishga shans bo'lmaydi. Bu yerda odamlar axlat topib kelishar ekan, shu yerda o'zida raspasovka qilib ko'chasida probka odam bilan mototsikllardan tashkil topgan. Mana bu hovlilar. Bu yerdan o'tishni bilmayman. Qilib indamay o'tib ketaverasiz, boshqa umuman iloji yo'q. Hop. Voy. Bu yerda ham hech kim bir-biriga yo'l berishi yo'q. Va sal bo'lsa ham ochiq havoga chiqdim. Sal bo'lsa ham.
xuddi boyagi kinodagi. Kinoda qanaqa bo'lgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu ahvol. Hech qanaqa dekoratsiya emas, bu odamlarning oddiy yashash joyi. Hamma yo'q bozor. Qayerga kirmasangiz bozor. Mana yo'l tig'iriq yo'l bitta joyga olib chiqdi. Bu yerda unaqa narsalar qilishar ekan mana. Ko'cha ovqatlari. Ham samosa degan manimcha. Qovurilgan. Shu tuxum bilan unni aralashtirib qovurishgan narsalar. Va mana topdim bu joyni. Men bu joyni topdim dedi-yu. Ana men bu to'g'rida ko'rib turgan imoratimiz mana bu. Men buni Bookingda ko'rdim. Bookingda shunaqangi chiroyli qilib ko'rsatib qo'yishgan. Havasim keldi. Voy, shunaqa joy bor ekan unda. Lekin ko'rinishidan chiroyliga o'xshaydi, lekin bu faqat ana chiroyli joyini olib rasmga olib qo'yilgan. Gostinitsadan olganingizda. U yog'ini kelganingizdan keyin ko'rasiz. Kelganingizdan keyin juda bir katta kulturniy shok bo'ladi. Bu hali Delini bir katta ko'chalaridan bittasi. Endi janob katta magistral nimasi, lekin qatnov ko'chalaridan bittasi. Kengligini qarang. Bizning shahar tor, mashinalar sig'mayapti, ko'chalarimiz tor deymiz-ku. Trotuarlarimiz yo'q. Mana sizlarga yo'q trotuar, mana sizlarga haqiqiy hech qanaqa nolishga haqqimiz yo'q, bu aniq. Albatta qiyin. Bunaqa hech kimga ham oson emas hozirgi paytda. Ertalabdan kechgacha ishlashga to'g'ri kelyapti, boshqa narxlar oshgan deymiz. Lekin ahvoli o'ziga qo'rqinchli. Nimadir kommentirovat qilishgancha men o'zim hayron. Bu narsa deyishgan. Xudoga shukurdan boshqa hech narsa aytolmayman. Faqat Xudoga shukur, Xudoga shukur. Bundan boshqa hech qanaqa gapim yo'q. Mana shundan nimadirlar olib ketaman o'zimga. Ertaga unaqa sharoit bo'ladimi, bo'lmaydimi? Boshqa shaharlarda unaqa sharoit bo'ladimi, bilmayman. Hozir mana shundan nimadirlar olib ketaman.